Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarning qardoshlar. Bizda navbatdagi yangilik o'rtasiga ot terisidan qo'yib tayyorlanayotgan hafta egarimiz. Bu hafta egarimiz afzallik tarafi otda egari nimasini terisini ximikatda oshlatmasdan o'zini hid chiqarmaydigan qilib foydasini yo'qotmasdan oshlatib tayyorlatyapmiz. Bu afzallik tarafi o'tirganingizda chot sohasida ma'lum bir sal qizishlik hosil bo'lgan hisobiga, sizni prostata bezingizga tegib turgan hisobiga sizni prostatit adenoma gemoroy kasalliklaridan davolaydi, erkaklik quvvatini ko'taradi. Muhimi 100% har taraflama tabiiy mahsulot. Bunisi ham mana o'tgan safar ko'rsatgan edik. Bunisi kapalari yana bir turi. Bu to'liq otda egaridan tayyorlangan. Bu ham shu haqiqiy 100% tabiiy mahsulot. Bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'laveradi. Bunaqa katta qilib ot terisini tayyorlatib kelib, shu ot terisidan tayyorlanayotgan hafta egarlarimiz. Bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'laveradi. Shifo to'g'riman degan odam doktorga borsizdan palon pul sarflaysiz. Undan ko'ra mana bitta oddiy shifo hafta egarini olib ishlatadigan bo'lsangiz, o'tirgan holatingizda ishlatsangiz, ofisda ishlatsangiz ham bo'ladi, yengil mashina, yuk mashinalarda ishlatsangiz ham bo'ladi. Sizga juda katta foyda beradi. Prostata bezi tashqi tarafdan massaj bo'lgan hisobiga bel sohasida bo'ladigan kasalliklardan juda ko'pidan xoli bo'lib ketasiz. Hattoki bel og'riqlari qolib, grija disk kasalliklariga ham foyda qiladi. Telefon raqamlari orqamda turibdi. Bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'laveradi. E'tiboringlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.